Ko'pchilik insonlar bizni oddiy ofitsiant bortda faqat suv tarqatib yuradi deb o'ylashadi. Bort kuzatuvchi bu O'zbekiston Respublikasining yuzi. Dadam juda xursand bo'lganlar, dunyo ko'rasan deganlar. Bitta reysga chiqqanimizda 300 ta yo'lovchilar bilan muloqotda bo'lamiz. Ularni har birini ko'nglini olish kerak. Yo'lovchilar bizga nisbatan o'zgarishdi. O'rtacha 60-70 xil imtihon topshiriladi. Bir kechada Londonga borib kelasan. Bunga odamlar zor. Tanlovga kelgan yoshlarimiz nimaga bizni hujjatimiz o'tmadi deb murojaat qilishadi. Kechqurun uxlamasligi mumkin, qiynalishi mumkin. Keyin kelib menga yig'lamagin. Bir marta oyog'im qayrilib qoldi. Iltimos, meni reysdan yetishinglarni so'rayman dedim. Institutda yoki kollejda tahsil olayotgan yoshlarni qabul qila olmaymiz. Uzbekistan Airways ularni to'lov pulini ta'minlab beradi. Shuning uchungina ishga olishmagan. Lekin o'zimizning biletlarimiz bor, chiptalarimiz. Turbulent holatga tushdi samolyot. Biz ishlashdan to'xtadik. Borib o'sha joyda jonimni uzmoqchiman, xayrlashmoqchiman deganini tushundim. Samolyot 90 sekund ichida yong'indan butkul yonib ketishi mumkin. Instruksiya bo'yicha harakatlanishga tayyor bo'lishlari kerak. Kecha Jiddadan uchib keldim. 3 xil 4 xil ro'molni olib kelsam xursand bo'ldilar. Bu faxrlanadi odam baribir. Bu yo'q narsalarni onamizga olib kelamiz. Hamisha duoda bo'lamiz. Bort kuzatuvchi bo'lish har bir qizning yoshligidagi orzusi. Ammo ushbu kasbni egallash va Toshkentdagi bort kuzatuvchilar markazi haqida ko'pchilik xabardor emas. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda ushbu markazga sayohat qilamiz. Qani ketdik. O'quv mashg'ulot markazimiz nafaqat Toshkentda, balki O'rta Osiyoda yagona aynan avia xodimlarni boshlang'ich kasbga tayyorlash, malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlov kurslarini o'rgatish markazi hisoblanadi. O'quv mashg'ulot markazimiz aynan avia xodimlarni tayyorlaymiz. Har bir aviatsiya desa ko'pchilik o'ylaydi faqat aeroport yoki bort kuzatuvchilar. Yo'q, aeroportda o'ziga yarasha juda ko'p soha vakillari bor. Yer xizmati, parvozga tayyorlov xizmatlari, bort kuzatuvchi, uchuvchi va ularni kasbga tayyorlovchi xodimlar. Aynan shularni hammasi aviakompaniyani o'zida, Uzbekistan Airwaysda bo'lim boshliqlari, bo'limlari birgalikda ishlab chiqishadi. Qancha kadr kerak? Masalan, bu yilgi kadrlar tanlovi qachon o'tkazilishi kerak? Ular alohida rejalashtiradi va biz ularni arizasiga, iltimosiga ko'ra kadrlarni tayyorlaymiz va guruhlarni rejalashtiramiz. Bu kasbni oldin xabarim yo'q edi. Bir kursdoshim universitetda o'qiyotganimizda shu kasbda ishlashini aytdi. U kursdoshim meni qiziqtirdi, ismlari Farangiz. Shu sohada anchadan beri ishlaydilar. Ularning kasbiga qiziqib, shu sohaga o'z qiziqishimni bildirib, imtihonlardan o'tib ko'rdim. Mana nasib qilgan ekan, imtihon jarayonlaridan o'tib keldim. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasidan men boshlab ishlab kelganman. 1997-yilda kelganman. Haligacha ishlab kelaman va juda ham ishimda faxrlanib, yaxshi ko'rib ishlayman. Ilgari biz faqat Uzbekistan Airways bitta aviakompaniya bo'lardi va aeroport bo'lardi. Shu xodimlarni tayyorlardik. Hozirgi kunda hech kimga sir emas, 8 ta aviakompaniya, aeroport va Helicopters degan kompaniyalarimiz bor. Bu vertolyot kompaniyasi va ularning hammasi bizning markazimizda mashg'ulotlardan o'tadilar. Bizning Uzbekistan Airways saytimizga kirsa, shu yerda ularda vakansiya bort kuzatuvchilar degan joy bor. Shu bo'limda anketa to'ldiradilar, o'zlarining ma'lumotlarini, haqqoniy ma'lumotlarni beradilar, diplom yoki ba'zi bir sertifikat, qanday hujjatlari bo'lsa hammasini ilova qilib qoldiradilar va ularning anketalari uzog'i 2 hafta davomida ko'rib chiqiladi va ularga elektron shaklda javob namunasi jo'natiladi. Agar ularning hujjatlari bo'yicha biror bir muammo, kamchilik bo'lmasa, bizni talablarga javob bersa, unda ular alohida suhbatga taklif qilinadi. Suhbatga taklif qilinishdan bir kun oldin ular vazn va bo'y o'lchovi degan bizning bitta nazoratimiz bor. Albatta, bort kuzatuvchi bilasiz, bu O'zbekiston Respublikasining yuzi. Shuning uchun ular suhbat jarayonidan oldin vazn va bo'y o'lchovlariga to'g'ri kelishligini, muvofiqligini tekshirishlari kerak. Ana shu ikkinchi nazorat hisoblanadi. Shu jarayondan o'tishgandan keyin suhbatga taklif qilinadi. Suhbatda bevosita bizning o'quv mashg'ulot markazimiz o'zbek tili va ingliz tili o'qituvchilari ishtirokida va Uzbekistan Airways direksiyasini o'zlarini xodimlari, mas'ul shaxslar ishtirokida og'zaki suhbat o'tkaziladi. Komissiya a'zolari tuziladi, komissiya bo'ladi va u yerga bort kuzatuvchilikka nomzod qizlarimiz yoki yigitlarimiz bitta-bitta kirib, 3 ta tilda suhbatdan o'tkaziladi. Tanlovga kelgan yoshlarimiz nimaga bizni hujjatimiz o'tmadi deb murojaat qilishadi. Bu savollarga har doim bitta javob bilan javob beramiz. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bor. Ana shu kodeksda yozib qo'yilgan oliy dargohda o'qiyotgan talaba ishga olinishi
ko'rib chiqiladi. Bizni aviakompaniyaga bort kuzatuvchi bo'lib ishga kelayotgan yosh ishlaganda uni vaqti chegaralanmagan. Biz aytamiz, masalan, ertalab soat 8 dan 6 gacha ishlaymiz yoki 9 dan 6 gacha. Ularda bunday rejim yo'q. Ularning ishi qachon parvoz bo'lsa, shu vaqt ishga amalga oshiriladi. Va ular o'qish jarayonini yo'qotib qo'ymaslik uchun, haqiqiy yetuk, o'qimishli, oliy ma'lumotli kadr bo'lib yetishib chiqishi uchun bu ish ozgina xalaqit berib qo'yadi. Shu maqsaddagina biz faqatgina universitetda yoki institutda yoki kollejda tahsil olayotgan yoshlarni qabul qila olmaymiz. Agar ularda sirtqi ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsalar, albatta topshirsalar, biz muvaffaqiyatli o'tsalar biz olamiz. Bitta yo'nalishda 22 xil sohani ham o'rgatish mumkin. Ana shunda har bir sohani, har bir modulni bitirayotganda 22 marta imtihon topshirishadi. Bu bitta guruhda bir oyda o'rtacha 60-70 xil imtihon topshiriladi bizning markazimizda. Bizni paytimizda imtihonlar juda jiddiy bo'lgan va o'qiganimizda u paytlari to 154 samolyotlar bo'lardi, yak 42 shularga qarab domlalar hammasini o'qitib, konstruksiya, ich tuzilishlarigacha imtihonlarni o'tardik. U paytlari biz yillab o'qirdik. Yarim yil, 9 oy o'qirdik. Hozir zamonga qarab o'qishlar tezlashib, tillarni ham yoshlar o'rganib kelgani sababli, hamma o'zini aqlli, tarbiyalanib, tayyor kelgani sababli kurslarimiz bizni qisqalashtirilib, lekin o'qituvchilar bor bazani, o'qishi bilimni 2 oyda, 3 oyda berishga harakat qilishyapti. Bu imtihonlar jarayoni to'g'risini aytsam, menga ozgina qiyinchilik tug'dirgan, chunki bu kasb o'ziga ham bilim, ham jismonan, ham ma'nan, ham psixologik jihatdan mas'uliyat yuklaydi. O'shani hisobga olib, ozgina qiyinchilik bo'ladi. Birinchi qaraladigan joy bu psixologik jarayon. Omil. Ya'ni psixologik omilda o'zining qanday tutyapti, to'g'ri gapiryaptimi, chiroylimi, biror bir gapirishda nuqsoni yo'qmi, hamda tashqi ko'rinishi qanday, mana shularga ahamiyat beriladi. Ikkinchisi bu rus tilida dunyoqarash tekshiriladi. Ya'ni O'zbekiston yuzi bo'lgandan keyin O'zbekistondagi buyuk allomalar, O'zbekistonning tarixi, hozirgi zamonaviy jihatlari, nima bilan dunyoga mashhurligi haqida rus tilida savol-javob qilinadi. Va albatta davlat tili, ya'ni o'zbek tilida bu nomzod bilan suhbat o'tkaziladi. Bu suhbat asosida u nomzodni o'zbek tilini, davlat tilini qay darajada bilib olishini baholab olamiz. Va keyingi nazorat bu ingliz tili. Parvoz davomida kerakli savollarga javob berish uchun ular albatta ingliz tilida gapira olishlari kerak. Shuni ham tekshiramiz va shu hamma jarayonlardan o'tgan nomzodlar albatta keyin tibbiy ko'rikka yuboriladi. Tibbiy ko'rikdan yaxshi o'tgan, sog'lig'i ham har tomonlama mos keladigan hamma talablarimizga javob beradigan nomzod bizni o'quv mashg'ulot markaziga yuboriladi va birlamchi boshlang'ich tayyorlov kurslarida o'qib, keyin bemalol parvozlarni amalga oshiradilar. 19-20 yoshimda qiziqqan bo'lsam, oyim aytganlarki, kechqurun uxlamasligi mumkin, qiynalishi mumkin, keyin kelib menga yig'lamagin. Yo'q, yig'lamaymiz, nolamaymiz deb o'zim juda ham qiziqib kelganman. Dadam juda xursand bo'lganlar, dunyo ko'rasan deganlar. Chunki hammaga ham bu nasib qilmaydi dunyo ko'rish. Bir kechada Jiddaga borib kelasan, bir kechada Londonga borib kelasan. Bunga odamlar zor, buni xohlab yashagan yosh katta odamlar ham bor deb tushuntirganlar hammasini. Aviatsiya sohasi shunday sohaki, ko'pchilik bu sohani oyligiga qiziqishadi yoki bo'lmasam chet davlatda dam olishga qiziqishadi. Lekin bu sohani sevmasangiz, chin dildan sevib qabul qilmasangiz, sayohatlar ham, moliyaviy erkinlik ham bu sohada rol o'ynamaydi. Chunki bu kasb o'ziga yarasha juda ham qiyin. Bitta reysga chiqqanimizda 300 ta yo'lovchilar bilan muloqotda bo'lamiz. Ularning har birini ko'nglini olish kerak, ularga qarash kerak. Boshida qiynalganman ozgina, chunki kechqurun uchishlar qiyin bo'ladi. Keyin kunduzi uxlaysiz kun bo'yi. Lekin birinchi shu taassurotlarim London kelganimda boshqacha bo'lgan. Xuddi siz o'zi uchasiz, uchadigan odam qanoti bor deydi, hisoblaydi o'zini. O'tga borganda qanotlaringiz o'sib, baxtli, o'zingiz juda ham xursand his qilasiz. Dam olish vaqtlarimiz ham juda ham har xil. Misol uchun kechqurun soat 2 da, 3 da uydan chiqib ketishimizga to'g'ri keladi. Bu har bir insonni ham sog'lig'i yoki bo'lmasam psixologik jihatdan, ma'naviy jihatdan ko'tarmaydi. O'shani hisobiga bu kasbni faqat sevgangina odam ishlay oladi deb ayta olaman. Ilgari O'zbekiston Airwaysga emas, biz shunchaki xohlovchi nomzodlarni bort kuzatuvchilikka tayyorlardik. Bunda nomzodlar o'zlari biz bilan o'quv mashg'ulot markazi bilan shartnoma tuzib, o'zlari to'lov pulini amalga oshirardilar. Hozirgi kunda O'zbekiston Airways aviakompaniyasi tomonidan ularga shunday imtiyoz berildiki, agar ular shu tanlovlardan, hozirgi aytib o'tgan bosqichlarimizdan muvaffaqiyatli o'tsalar,
ularga Uzbekistan Airways bilan shartnoma tuziladi va Uzbekistan Airways ularni to'lov pulini ta'minlab beradi. Va ular biz bilan shartnoma tuzmaydilar, Uzbekistan Airways bilan shartnoma tuzib, bizga Uzbekistan Airways xuddi o'zini xodimlarini yuborgandek o'qishga yuboradi. Darslarimiz nazariy va amaliyga bo'linadi. Asosan amaliy mashg'ulotlarimiz bizda trenajyor joylarimiz bor, trenajyor uskunalarimiz, vositalarimizda o't o'chirish bo'yicha, suvga qo'nish bo'yicha va quruqlikka qo'nish bo'yicha hamma trenajyor mashg'ulotlarini amaliy tarzda o'tishadi. Agar parvoz paytida havo kemasida avariya holati sodir bo'lsa, ekipaj a'zolari instruksiya bo'yicha harakatlanishga tayyor bo'lishlari kerak. Shuning uchun har yili ekipaj a'zolari, uchuvchilar va bort kuzatuvchilar avariya qutqaruv mashg'ulotlaridan o'tishadilar. Shu mashg'ulotlarda yo'lovchilarni samolyotdan evakuatsiya qilish, sahnni avariya qo'nishga tayyorlash va o't o'chirish harakatlarini bajaradilar. Samolyot 90 sekund ichida yong'indan butkul yonib ketishi mumkin. Shuning uchun ham ushbu markazda aynan bo'lajak bort kuzatuvchilariga ushbu yong'in holatlarini qanday qilib bartaraf etish darslari ham o'rgatiladi. Ko'rib turganingizdek, ular ushbu olov o'tkazmaydigan qo'lqop, ko'zoynak va himoya kiyimlari bilan jihozlanishadi. Agar parvoz davomida havo kemasida yong'in yuzaga kelsa, ekipaj a'zolari instruksiya bo'yicha tezkorlik bilan o't o'chirishga kirishishlari kerak. Bizning o'quv markazimiz o't o'chirishning amaliy ko'nikmalarini o'rganish uchun zamonaviy avtomatik trenajyor bilan jihozlangan. Unda ekipaj a'zolari o'zlarining o't o'chirish ko'nikmalarini shakllantiradilar va yana qiziqarli jihati shuki, ekipaj a'zolari harakatlarining to'g'riligini kompyuter baholaydi. Birinchi boshlang'ich tayyorlovni oladigan bo'lsak, boshlang'ich tayyorlovimiz 35 ish kuni. Ya'ni 9 ta modul bo'yicha faqat nazariy jihatdan o'qitiladilar. Keyin 15 kun yana amaliy mashg'ulotlar bilan o'qitilib, ular boshlang'ich tayyorlovda hali ishlamaydilar. Ular hali faqatgina o'qish jarayoni uchun shartnoma tuzgan hisoblanadilar. Bizda ham o'qishlarni muvaffaqiyatli bitirgan, bizni sertifikatni qo'lga kiritgan tinglovchilarimiz keyin Uzbekistan Airways bilan ish uchun shartnoma qiladilar. Ana shunda ular har yili, har 2 yilda, har 3 yilda malaka oshirish kurslariga keladilar. Va bunda bevosita ishlab turgan bort kuzatuvchilar, ular alohida ro'yxat, rejaga kiritiladi. Ishlab turgan jarayonida, masalan, 2 kun, 1 kun, 5 kunga bizga yuboriladilar va bizda o'qishlarni o'tib, amaliy mashg'ulotlarni bitirgandan keyin yana ishlariga qaytadilar. Hech qachon uzilmaydi. Uzluksiz o'qish va ish jarayoni baravar olib boriladi. Boeing 767 samolyotiga o'quv jarayonlaridamiz. 2 kun oldin Termiz shahridan uchib keldik. Birinchi parvozim Sharm el-Sheyx aeroportiga borgan. Birinchi parvozim edi. Bizda instruktorlarimiz bor. Shu yangi chiqqan bort kuzatuvchilarini nazorat qilib yurishadi. Birinchi parvozimda ular yordam berib, tushuntirib, har tomonlama qo'rquvlarimizni, hayajonlarimizni bosishga yordam berganlar. O'sha Sharm el-Sheyxga uchish paytimizda kuchli turbulensiya bo'ldi. Turbulent holatga tushdi samolyot. Biz ishlashdan to'xtadik. Men ozgina xavfsiradim, lekin bu holat bo'lishini bilardim. Samolyot silkinishi hisoblanadi. U xavfli emas, o't ketadi. Bizdagi pilotlar juda ham tajribali va qo'ndirish bo'yicha eng ustalar hisoblanadi. Ularning yordami bilan o'sha kerakli joydan o'tib, aylanib ketiladi, shu turbulent zonadan. Yulduzlar keladi. Bu yoqdan siyosat odamlar kelishadi. Bu yoqdan kimdir qarindoshi. Toshkentda, yerda qidirib yurganingizcha shu bitta parvozga chiqishda hammani ko'rib olishingiz mumkin. Shansli juda ham ko'p. Sen kimlarni ko'rasan, yulduzlarni ko'rasan, ashulachi men ko'plarni ko'raman deyman. Hattoki hind yulduzlari uchishdi, biz ko'rdik. Asosan bizni parvoz vaqtimiz bir kun oldin chiqadi va har bir parvozdan keyin eng kamida biz 12 soat dam olamiz. Bizda uzoq reyslar bor, og'ir reyslar bor. U reyslardan keyin misol uchun 24 soat, 36 soatgacha bizga dam beriladi uyda. Dam olib, bemalol hordiq chiqarib, keyin ishga chiqamiz. Lekin kunu tun almashish hisobiga bizda dam olishga to'liq imkoniyat bo'lmaydi, chunki sog'lig'ingizda baribir kechasi soat 10 dan 2 gacha odam miriqib dam olishi kerak, lekin biz bu vaqtda reysda bo'lamiz. Kecha Jiddadan uchib keldim. Onam juda ham yaxshi ko'radilar shu parvozni. Umida iltimos, menga ro'mol olib kel, doka ro'mol deb gapirsalar, doka nima qilasiz? 3 xil, 4 xil ro'mollar olib kelsam xursand bo'ldilar. Bu faxrlanadi-da odam baribir. Bu yo'q narsalarni onamizga olib kelamiz.
hamisha duoda bo'lamiz. Uxlab qolingan paytda yoki bo'lmasam ekipaj kechikkan taqdirda bizni zaxiradagi ishchilarimiz bor. Ular 24 soat qo'pol qilib aytganda voyenniy podgotovkada turishadi. Chemodanlari bilan, formalari bilan hamma narsalarini taxlab qo'yishgan bo'ladi. Chaqirilgan zahoti 45 minutga qolmasdan ish joyiga yetib kelinadi. Bir marta oyog'im qayrilib qoldi reysdan oldin. Taxminan 5 soat oldin edi reysdan. Men telefon qildim, dispetcherimizga bog'landim. Menda shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Iltimos, meni reysdan yetishinglarni so'rayman dedim. Ular to'g'ri tushungan holda o'rnimga boshqa hamkasblarimizni qo'yib, reysni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelishdi. Masalan, bizda voqea bo'lgan. Bir yoshlari katta, 80 dan oshgan er xotin uchishgan. Nimaga uchyapsiz desam, Moskvada, Rossiyada bolalarim bor. Borib o'sha joyda jonimni uzmoqchiman, xayrlashmoqchiman deganini tushundim. Lekin hayotlari cho'zilmadi. Moskvaga uchdik. Jonlar uzildi. Shunaqa chiroyli jon uzilish men hayotimda birinchi marta ko'rishim. Ayollariga, ular ham yoshlari katta, kampir deymiz, chiroyli ayol shunday qarab turibdilar, ular ayollariga tabassum bilan qarab, sevgi bilan qarab jonlari uzilganda. Shunda biz indamasdan o'sha payt men brigazirimga e'lon qildim, aytdim. Sekin kabinaga tushuntirdik. Vaqt oz qolganda Moskvaga keldik. Joyiga orqaga 3 ta joy bo'sh yotqizib, ustidan yopib qo'ydik. Yo'lovchilar sezgani sezdi, sezmagani yo'q. Chunki bu bor narsa o'lim. O'limdan hech kim qochib qutula olmaydi. Ko'pchilik insonlar bizni oddiy ofitsiant yoki bo'lmasam bortda faqat suv tarqatib yuradi deb o'ylashadi. Ular tomonidan qarasak bu fikr to'g'ri, lekin bizni faqat shuning uchungina ishga olishmagan. To'g'ri, bu qo'shimcha ish hisoblanadi, majburiyatimizdan tashqari. Bizning asl majburiyatimiz agar samolyot avariya holatida suvga yoki quruqlikka qo'nganda o'sha yo'lovchilarni xavfsizligini ta'minlash. 90 sekund ichida yo'lovchilarni o'sha bortdan hammasini qutqarib jonini saqlash hisoblanadi. Hozirgi davrda juda ham xursandmanki, yo'lovchilar bizga nisbatan o'zgarishdi. Chunki aviatsiya nimaligini tushunishdi. Oldin bort sotuvchi kim ekan, nima ekan, qanaqa ekan deb hayron bo'lishgan bo'lsa, hozir ko'plarning singlari, qarindoshi ishi kelgan sababli Turkiyada turamiz kutib olib, kelishadi o'zimiz o'zbek qizlarimiz ko'zlari charaqlaydi. Shundan men xursand bo'lib ketaman. Chunki men charchab turgan joyingizda ham yo'lovchi ham xursand bo'lib ketsa, siz ham ruhlanib ketasiz. Bu kasbdan to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham katta sayohatga ega bo'ldim, moliyaviy erkinlikka ega bo'ldim. Yo'qotgan narsam yo'q. Hozirda faqat muvaffaqiyatga erishib kelyapman. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Agar kasbini chin dildan sevsa, undan yo'qotishlardan ko'ra muvaffaqiyatlar ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lgan bo'lsam 20-30 davlatda bo'lganman. Chunki bu ish orqali men ham sayohat ham qilib yuraman. Bizda juda ham qulay. Lekin o'zimizning biletlarimiz bor, chiptalarimiz. Shu chiptani dam olgan ta'til kunlaringizda bemalol olib, uchib, oilangiz bilan parvoz qilib kelsangiz bo'ladi. Xo'jayinim uchmaysan deb bir xil rashk qilardilar, lekin mendan ko'p uchib, juda ham yaxshi biznesmen bo'lganlar uchun menga juda plyus bo'lgan bu tomonlari. Birga o'zim olib borib, o'zim olib kelib qo'yardim. Bolalarim juda ham xursand. Masalan, hozir o'g'lim 22 ga kirdi, universitetni bitirdi. Qizim 18 ga xudo xolasa kiradi. Onasi ha deb uyda o't tozalab deb gapirgandan ko'ra uchib kelsangiz, bolalar ham tinch, hamma joy chiroyli, osoyishta. Kerak bo'lsa ularni ham dam olgan kunlarim chipta yozdirib olib ketaman. O'shaning men yoshlarga ham aytaman-da, o'ylanib tursa kelinglar, uchinglar, dunyo ko'ringlar. Chunki inson mentaliteti ham o'zgaradi, dunyoga qarashi ham o'zgaradi.